Bugungi muhokama qiladigan mavzuyimiz shunaqa darajada muhimki, biz buni hayotiy muhim deb aytsak bo'ladi. Bu go'yoki tasavvur qiling, misol keltiraman, siz ajoyib bir kuchli, bir quvvati katta bo'lgan mashinada o'tiribsiz. Uni motori o'ta kuchli. 1000 ot kuchiga ega. Ajoyib, eng oxirgi zamonaviy texnologiyalarda ishlangan. Lekin bu mashinani ruchnikini tortib qo'ygansizda va uni gazini bosib yotibsiz. Mashina bir joyda ballonlari chiyillab, tutab, sasib, joyidan qo'zg'ala olmayapti. Demak, bu mashinadan foyda yo'q. Uni kuchidan, uni quvvati, uni imkoniyatlari, uni texnologiyalari sizga bir tiyinlik foyda keltirmayapti. Nega desa, chunki ruchnik ko'tarib qo'yilgan. Siz A nuqtadan B nuqtaga bora olmayapsiz. Mana bunday bloklar inson hayotida juda ko'p ekan. Va ana shunday eng katta bloklardan biri haqida siz bilan hozir gaplashamiz. Toki bu blokni yechmas ekanmiz, toki bu blokni siz bilan masalasini hal qilmas ekanmiz, hammasi bekor. Efirdan so'ng sizga bir shayxni Moskva Memorial masjidining imom xatibi Shayx Shamil Alaudinovni, bu kishini ukalari Ildar Alaudinov, Moskvaning muftiysi, o'ta kuchli insonlar. Ildar Alaudinov, Shamil Alaudinov aka-ukalar, Al-Azharda o'qishgan, Al-Azharni bitiruvchilari, olim insonlar, juda kuchli inson. Hatto Shayx Shamil Alaudinov Qur'onni ruscha, rus tilida tafsirini yozganlar. Juda kuchli, juda ham ko'plab kitoblarning avtori bu inson. Shu insonni bir kichkina bir juma ma'ruzasidan yozib olingan bir zapisini yuboraman. U yerda bir hadisni eshitasiz. U yerda to'liq eshitasiz, men sizga hozir o'sha hadisning mazmunini aytib beraman. Hadisga ko'ra, hadis esa Qur'ondagi ba'zi bir oyatlarga ishora qiladi. Ya'ni bu Qur'onda aytilgan, hadis buni yoqroq tushuntirib bergan. Alloh o'zini bandasiga rahimli ekan. Va bandasiga rahim qilib, ba'zi bir bandalariga bandasi so'rayotgan ne'matni bermas ekan. Nega desa, agar shu ne'matni bersa, bandasi g'uluvga ketar ekan, ya'ni haddidan oshar ekan. Ya'ni u zulmkor bo'lib qolishi mumkin, unga o'ziga zarar keltirishi mumkin, yoki o'ziga zulm qilishi mumkin, yoki birovlarga zulm qilishi mumkin ekan. Ya'ni bu boylikdan, o'sha u so'rayotgan, u boylik bo'lsin, u baxt bo'lsin, u farzand bo'lsin, bilmayman, yana nima so'rayapti, muhim emas. Bu yerda boylik misolida keltirilgan, misolida o'sha boylikni bermas ekan, o'sha ne'matni xullas qisqasi bermas ekan. Ya'ni undan, bu ne'matdan unga zarar bo'lgani uchun. Qarang. Ya'ni biz nimadir duo qilib so'rasak-ku, lekin o'sha so'rayotgan narsamizni bermasa Alloh, bu uni bizga qilgan ne'mati ekan, do'stlar. Hozir shu yerda o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Voy, menga hozir bermayotgan bo'lsa, u ne'mati bo'lsa, unda ololmaymanmi? Shoshmang. Men sizga hozir kakras siz so'rayotgan narsani bermayotgan bo'lsa, uni Alloh sizga berish yo'li haqida aytib bermoqchiman. Shuning uchun shoshmay turing, meni diqqat bilan eshiting. Ba'zi bir shunday bandalari bor ekan, rahimidan, yaxshi ko'rganidan unga o'sha so'raganini berar ekan. Chunki agar shu ne'matni bermasa, u g'uluvga ketib qolishini bilar ekan.
Ajoyib, qarang, berish ham bu uni rahmati ekan, rahmi ekan, uni bizni yaxshi ko'rganidan ekan, bermagani ham. Shu joyda bu yerda hadis juda keng, keyin videoda batafsil ko'rib olasiz. Shu yerda bir savol tug'iladi. Nima qilish kerak? Alloh bu ne'matni berishi uchun. Ya'ni biladi-ku Alloh, что bu bandasi g'uluga ketib qoladi, shu ne'matni bersa-da, u o'ziga yoki birovga zulm qilib qo'yishi mumkin. O'sha uchun bermayapti, to'g'rimi? Nima qilish kerak? Чтобы shu narsa yuz bermasin-da va Alloh biz so'rayotgan narsani bersin. Buni ham yo'li bor ekan. Buni tushuntirib berishdan oldin sizga bir nechta hayotdan misollar keltiraman va oxirida javobni xulosa sifatida aytaman. Bitta zo'r eksperiment bor. Zo'r eksperiment bor. Hozir men sizga bu eksperimentni ko'rsataman. Hayotdan misol. Tasavvur qiling, mana bu baklashka necha ekan bu razmeri buni? 330 millilitrlik baklashka ekan. 330 millilitrlik mana bu baklashka juda ham kichkina, ko'ryapsizmi? Meni mana kaftimdan ham kichkina. Mana bu baklashka, tasavvur qiling, bu ayol kishi. Ya'ni bir erkakning ayoli, jufti haloli. Ayol kishi. Hayotdan misol keltiramandim-ku. Mana bu esa necha litr to'ldirib oldim suvni ichiga, 1,5 litr ekan. 1,5 litrlik. Mana bu baklashka ichi to'la suv, ko'ryapsizmi? Bu erkak kishi, tasavvur qiling. Ajoyib misol. Men birinchi marta bu misolni ko'rganimda wow deb yordim. Mana bu ayol, bu erkak, tasavvur qiling. Tasavvur qiling, erkak ayoliga endi turmush o'rtog'i bo'lgani uchun unga ro'zg'orni qilyapti, uni yaxshi ko'ryapti, unga sevgi izhor qilyapti, unga tilla taqinchoqlar sovg'a qilyapti, unga shirin so'zlar, unga gullar olib kelyapti, baxt sayohatlarga olib boryapti, umrlariga olib borib keldi, unga hamma shart-sharoitlarni yaratib berdi, balkim unga moshinalar sovg'a qilgandir. Uni baxtga to'ldiryapti, chunki uni sevadi. Uni yaxshi ko'radi chunki. Va xohlaydi, чтобы ayoli baxtli bo'lishini. Shuning uchun unga hamma narsa beryapti. Farzandlar. E'tibor bering. Nima bo'lyapti? Sezyapsizmi nima bo'layotganini? Baklashka to'ldi. U esa berib yotibdi, haligacha berib yotibdi. Ilm beryapti unga, dindan balkim ilm beryapti, biznesdan balkim ilm beryapti, maslahatlar beryapti, ko'rsatmalar beryapti, lekin unga sig'mayapti o'sha. Sig'mayapti, ko'ryapsizmi? Sig'mayapti. Va bu yerda mana bu erkak undagi ne'matlar, undagi imkoniyatlar, uni puli, uni bilmayman, demak unga berayotgan sovg'alari, mehri, muhabbati, e'tirofi, e'tibori, olib kelayotgan gullari-yu maslahatlari unga tatimayapti. Chunki bu olmayapti. Bir kun kelib bu ayol aytadiki, eriga, sen menga nima berding deyapti. Er bo'lib sen menga nima berding? Haqiqatdan deyolsa, hech narsa bera olmadi. Nega bilasizmi? Chunki to'kilib ketdi. Va bu ne'matlarni berayotgan, bu ne'matlarni ayoli olmayotganini ko'rgan erkak nima bo'ladi bilasizmi? U juda qattiq tushkun ahvolga tushadi. U xafa bo'ladi.
u ranjiydi va u achinadi, unga ketkazgan vaqtiga, e'tiboriga, energiyasiga, sarflagan pullariga, e'tibor, muhabbati, sevgisi, chunki hammasi to'kilib ketaverdi. Bu o'ziga sig'dira olmayapti. Biz hayotda tasavvur qiling, eng yomoni nima? Eng yomoni buni anglamasdan erkak buni davom ettiraverishi va bu to'kilib ketaveradi. Bir kun kelib bu ne'matlar erkakda ham, bu energiya, bu pul, bu sevgi, bu hammasi tugaydi. Lekin unga sig'mayapti. Mana qarang, tugadi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Mana bu erkak, buni rus tilida выгорание deydi. Ya'ni u juda qattiq tushkun ahvolga tushadi. U hayotdan juda qattiq xafa bo'ladi. Uni energiyasi qolmaydi, uni resursi qolmadi. Hamma narsani sarflab bo'ldi. Bu o'ziga olganicha oldi. Qolgani unga sig'madi, qolgani to'kilib ketdi. Boshqacha qilib aytganda, ne'matlar uvol bo'ldi. Bu misol bizga nimani tushuntirib beradi? Bu misol bizga shu narsani tushuntiradiki, biz insonlar, ya'ni bu hozirgi bizning misolimiz er ayoliga bergan. Bu bo'lishi mumkin, ayoli eriga bergan bo'lishi ham mumkin. Bu joyi almashgan bo'lishi ham mumkin. Bu bunaqasiga ham bo'lishi mumkin. Men hozir misol keltirdim, prosta ayol kichkina baklashka edi, erkak katta. Biz insonlar shuni bilmasdan berib qo'yaveramiz. Alloh esa buni bilar ekan. Ya'ni bizda bu ilm bo'lmasligi, bu tajriba bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hamma narsani beraveramiz. U sig'maydi. Alloh esa buni biladi. Allohning ilmi cheksiz, beqiyos. Shuning uchun u ko'rsaki, agar siz mana shu kichkina baklashka ekanligingizni ko'rsa, sizga siqqaningizgacha beradi, u yog'ini bermaydi. Chunki Alloh ne'matlarni zoya keltirmaydi. Boya men aytgan o'sha zulmkorlik qilmaydi. Alloh buni yo'l qo'ymaydi bunga. Biz bandalar xato qilib buni qilishimiz mumkin. Ya'ni boyagi beraveradi, zoya ketishi mumkin. Lekin Alloh bu ishni qilmas ekan. Siz shu kichkina baklashkami deysiz misol uchun-da. Bo'ldi, sizga siqqaningizgacha beradi, bo'ldi, qolganini bermas ekan. Demak, xulosa biz mana bu holatdan mana bu holatga o'tishimiz kerak ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zimizni kengaytirishimiz kerak ekan. Aynan mana buni transformatsiya deyiladi. Va bu imkonli. Buni uddalasa bo'ladi. Ya'ni siz mana shunday bo'lib yaraldingiz, bo'ldi, shunday bo'lib o'lib ketasiz emas. Yo'q. Ya'ni inson o'z ustida ishlab, shaxsiyati ustida ishlab, o'zini kamchiliklarini tan olib, nima uni kamchiliklari, nima uni bilmayman, o'sha deylik unga berishi, unga kelishi mumkin bo'lgan ne'matlarni olishda nima xalaqit qilyapti? Baxtni nimaga u his qilmayapti? Tushunyapsizmi? Misol elementarna mana biznesga doir. Mana siz urinyapsiz, siz ishlayapsiz, siz harakat qilyapsiz, lekin sizga kelmayapti. Demak, siz hali mana bu holatdan transformatsiya bo'lmadingiz. Demak, biz o'z ustimizda ishlashda doimiy bo'lishimiz kerak ekan. Har doim biz o'zimizga eng zo'r yo'li, men mana shundan doim foydalanaman. Bitta bir qiyin ahvolga tushib qolsam, nima deydi, bir mushkulotga kelib qolsam, men doim savol beraman. Allohim, men nimani tushunmayapman? Iltimos menga tushuntir. Ongimga solib qo'y. Allohim, men nimani tushunishim kerak? Mana shunday voqea bo'lyapti. Bu bilan menga nima demoqchisan? Mana shu hodisalar bo'lyapti. Bu bilan men nimani tushunishim kerak? Men nimani o'zgartirishim kerak? Allohim, bugun men senga qayerda kerakman? Meni xizmatingga ol. Allohim, bugun men
Mana shunday narsani, demak, bu meni qalbimni og'ritdi. Ayt, bundan men o'zimga qanday xulosa chiqarishim kerak? Menga bildir. Ya'ni savol berasiz. Va bu savollarning javobi sizga kelar ekan. Bu javoblar, bilasizmi? Ko'chada kimdir o'tib ketyapti telefonda gaplashib. Siz odamni tanimaysiz. Siz uni nima haqida gaplashayotganiga ham e'tibor bermadingiz. Lekin qaysidir gaplari qulog'ingizga kiradida e'tibor berasiz. U nima mavzu haqida gaplashayotganini haligacha bilmaysiz, lekin bir nechta uni so'zi qulog'ingizga kiradi va o'sha sizga berilgan javob bo'lishi mumkin. Yoki deylik, farzandingiz kelib nima deyishi mumkin, ustozingiz nima deyishi mumkin, yoki mana bu treningga kirdingiz, impuls treningga. Bu yerda sizga nimadir aytishimiz mumkin. Ya'ni o'sha u yoki bu masalalardagi savolingizga bo'ladigan javoblar haqida gapiryapman hozir. Tushunyapsizmi meni? Ya'ni bu hamma sohaga doir, biznesda ham, munosabatlarda ham, sog'liqda ham, hamma sohalarga doir. O'sha uchun biz har doim o'zimiz ustimizda ishlashda to'xtamasligimiz va mana bu savollarni berishimiz, mana siz harakatlar qilyapsiz, ishlayapsiz, urinyapsiz, lekin natija yo'q. Lekin siz kutgan natija bo'lmayapti. Demak, siz mana bu holatdasiz. Tushunyapsizmi? Demak, siz savollar berish yo'li bilan, ilm olish yo'li bilan, demak, boyagi savollarni javobini qidirish yo'li bilan, mana bu impulsdagi uchrashuvlarda doimiy bo'lish yo'li bilan, biz berayotgan tajriba, bilimlarni olish yo'li bilan mana bu holatga o'tishingiz kerak ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zingizni kengaytirishingiz kerak. Aynan mana bu narsani transformatsiya deydi. Qachonki shunday bo'lsangiz, ana o'shanda siz ko'proq ne'matlarga ochilasiz va bu ne'matlar sizga tatiydi. Va ana shu o'shanda aytadi Allohim, bu mamlaqa holatda edi, bunday bo'ldi. Keyin unga yana beraman deydi-da. Alloh, men hozir erkak bu, ayol bu edi-ku, ha? Insonda hamma narsa chegaralanganda, Allohda bu chegara yo'q. Allohdan bu chegarasiz keladi. Mana orqamda zo'r kartina turibdi. Tasavvur qiling, bu tepadan mana bu quyilib kelaveradi baklashkaga. Mana baklashka, da, mana bu patok, mana bu, mana bunga quyilib kelaveradi. Faqat biling, siz qanaqa yo'mkisdasiz? Siz mana shu 1,5 litrlikmisiz? Ana shu 1,5 litr sizga beradi. Vaqti keladi, keyin yana o'zingizni yana kengaytirishingiz kerak bo'ladi. Bu degani o'zingiz ustingizda ishlash degani. Tushunyapsizmi? Ana o'shanda mana bu patok sizga yana darsh kelaveradi, yana sizni quyaveradi, yana kelaveradi. Ko'ryapsizmi? Yana to'laverasiz. Chunki Allohda ne'matlar hech qachon tugamaydi. Unda bu ne'matlar bisyor. Faqat masala bizda ekan. Biz mana bu holatdan bu holatga o'tishimiz kerak ekan. Va keyin bundan kattarog'iga, keyin esa yishov kattarog'iga ko'rsataman. Mana tora bo'ling keyin. Tushundingiz-a? Bilmayman, keyin katta bir sisterna bo'ling keyin. Undan ham katta bir bakka aylaning. Doim kengayaverishimiz kerak. Doim olaverishimiz kerak ekan. Va bu uchun esa o doimiy tarzda o'zimiz ustimizda ishlashga bo'lgan xohish, intilish, har doim boyagi men bergan savollarni berish. Nima masalani ustida turibsiz? Prosta savol berishimiz kerak. Prosta savol berishimiz kerak. Tak. Nimaga shunday bo'lyapti? Allohim menga javobni yubor va javobni keyin kuting, keyin qabul qiling. Va mana shu javobni qabul qilish paytida do'stlar, juda ham muhim momenti, ego degani bilasizmi? Bir tiyinga qimmat bo'lgan g'ururingizni Alloh oldida chekkaga surib qo'yish. Boshqa insonlar oldida, farzandingiz oldida chekkaga surib qo'yish. Nimaga bir tiyinga qimmat deyapman? Chunki u realna bir tiyinga qimmat. Ya'ni g'ururi haddan ziyod bo'lgan. G'urur hammada bo'lish kerak. Ayollik g'urur, erkaklik g'urur, bu обязательно bo'lish kerak. Lekin uni chegarasi bo'lish kerak. Biz bu haqda ko'p gaplashganmiz. Mana stakanni bo'shatish, doimiy tarzda ma'lumotga ochiq bo'lish, bu
egoni, o'sha bir tiyinga qimmat bo'lgan kibrni chekiga surib qo'yish. Tushundingiz? Chunki kibr faqat Allohga yarashar ekan. Alloh ekan kibr egasi. U kibrlanishga haqli. Boshqa hech kim kibrlanishga haqqi yo'q. O'sha uchun biz agar mana shu kibrimizni boshqara olsak, agar mana shu kibrimizni yenga olsak, kibrni olib tashlashning imkoni yo'q. Uni faqat yengish mumkin. Ana o'shanda biz hozirgi transformatsiya degan narsa bizda bo'lishi mumkin. Bizning xalqimizda shunaqa maqol bor. Orlanib so'ramagan o'ziga zolim, orlanmay so'ragan bo'ladi olimmi? Qanaqa edi? To'g'rilang meni. Meni tushundingiz-a? Ya'ni agar kimda kim orlanib, misol uchun kimdandir bilmagan narsasini so'ramasa, o'ziga o'zi zulmkorlik qilgan bo'ladi. Vot kakrasi mana shu kibrni bitta ko'rinishi. Tushunyapsizmi meni? Agarda orlanmasdan so'rayversangiz, sizga o'rgatishadi. Shuning uchun hech qachon bilaman deyish kerak emas ekan. Buni stakanni bo'shatish mavzusida siz bilan gaplashgan edik. O'sha uchun boshlagan misolimga qaytaman. Haligi avtomobil, rushniga ko'tarib qolingan avtomobil, siz har qancha harakat qilishingiz mumkin. Biz har qancha harakat qilib o'sha luboy sohada munosabat bo'ladimi, salomatlik sohasida, daromad, mavqe, biznesda har qancha harakat qilaverishimiz mumkin ekan. Lekin biz mana bunday holatda ekanmiz, to biz qilayotgan ish havoga uchadi, boyaga rushnik ko'tarilib qolgandek. Shuning uchun biz transformatsiyaga yuz tutishimiz kerak ekan. Biz o'sha biz xohlayotgan ne'matga loyiq bo'lishimiz kerak ekan. Ya'ni Alloh ko'rar ekan, все, bu kengaydi. Mana bu endi qabul qila oladi. Ana endi bu o'ziga zulm yoki birovga zulm qilib qo'ymaydi. Men beradigan ne'mat uvol bo'lmaydi. Men bunga beraman derkanda beraverar ekan, beraverar ekan, beraverar ekan. Mana o'sha hadis nimani bizga tushuntirar ekan. Ajoyib, a? Do'stlar, bu haqda ko'p o'ylashingizni xohlayman. Nimaga? To'xtang. To'xtang birozga. O'tiring. Mana hozir efirdan so'ng bu haqda o'ylang. Qancha? 10 minut, 15, yarim soat, 1 soat o'ylang. Savollar bering. Lekin bu holatda qolib ketmang. Savollar bergandan keyin javobni qabul qilish uchun biz harakatga kelishimiz kerak ekan. Doimiy tarzda harakat. Sababi harakat qilmasak bizga javob kelmas ekan. Tasavvur qiling, siz o'ylab o'tiraversangiz, javob kelib qolmaydi. Savol berilgandan keyin harakatni yanada oshirish kerak ekan. Uyda o'tiribsizmi, ko'chaga chiqing. Ko'chadanmisiz, bitta joydan ikkinchi joyga ko'ching. Amallar bajarishingiz kerak ekan. Misol, savol nima deydi? Например, savol biznesga doir. Demak, o'sha biznesga doir nimadir qilishingiz kerak. Misol uchun, taklif, prezentatsiya, uchrashuv, kuzatuv, xarid, trening. Tushundingiz-a? Agar bu munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha munosabatlarga doir amal bajarishingiz kerak. O'shanda sizga javob kelar ekan. Ya'ni faqat quruq savol berib, olma-pish, og'zimga tush, bekorga xalqimizda bu maqol yo'q. Bu bilan ish bitmas ekan. Savol bergandan keyin harakatga tushish kerak. O'sha uchun bugun men sizga shuni tilayman. Bu savollarni bera olishni, avvalo buni anglashni, keyin bu savollarni bera olishni, keyin esa harakat qilishga kuch to'plashni, kuch topishni, chunki bu savolni berishingiz mumkin, lekin harakat qilishga kuch topa olmasligingiz mumkin. Hech narsaga qo'lingiz ish bormay, o'zingizni nimadirlar bilan ovutib, bilmayman, tam kir yuvish esingizga tushib qoladimi, yoki tam nimadir qilish yoki kiyim dazmollash esingizga tushib qoladimi, bilmayman, uy yig'ishtirish esingizga tushib qoladimi. Agar misol bu erkak kishi bo'lsa, prosta qayergadir borib kelish, bozorlik qilib kelish, mayda narsalar bilan o'ralashib qolmang.
mayda narsalarni yo'l-yo'lakay qiling. Yo'l-yo'lakay. Lekin asosiy sizni bergan savolingiz yo'lida amal qilishingizni tilayman. Ana o'shanda sizga javob keladi. Ana o'shanda siz bu javob yordamida siz transformatsiya bo'lasiz, o'zgarasiz va ana keyin siz yangi ne'matga ochilasiz. Yangi ne'matga siz tayyor bo'lasiz. Ajoyib-a? Go'zal-a? O'shaning uchun do'stlar, sizga buni tilayman. Va aytsammikin, buni aytmasammikin? Ko'payib ketmasmikin? Mayli, buni keyinga qoldiraman. Sababi ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Chunki men sizni hozir juda muhim mavzuga olib keldim. Bundan chalg'itmoqchi emasman. Bu haqda o'ylang. Hozir savollarni bering. Javob albatta keladi. Harakatda doimiy bo'ling. Siz bilan biz biznesda doirasida ekanmiz. Endi oilangizga doir men hech qanaqa maslahat bera olmayman. Men maslahat berishim mumkin sizga faqat biznes doirasida, salomatlik doirasida. Salomatlik doirasida ham bu agar siz sog'lom bo'lsangiz. Agar siz kasal bo'lsangiz, qandaydir bir dardingiz bo'lsa, unda vrachlar sizga yordam beradi. Men valiologman, men salomatlik mutaxassisiman. Shuning uchun men sog'lom turmush tarzi bo'yicha, profilaktika qilish bo'yicha faqat maslahat berishim mumkin va biznes doirasida sizga maslahat berishim mumkin. Boshqa masalalarda men sizga maslahatchi emasman. Buni men o'zimga demak nima deydi? Buni men o'zimga ruxsat bera olmayman boshqa masalalarda. Faqat mana shu ikkita masalada o'zimga ruxsat bera olaman, chunki bu masalada men mutaxassisman, menda natija bor. Shuning uchun do'stlar, har doim o'zini sohasini mutaxassisidan maslahat oling doim, o'zini sohasida natija olgan odamlardan maslahat oling doim. Va bunda hech qachon to'xtamang, savol berishda to'xtamang va eng asosiysi boyaga men aytgan ruchnikni tushira olishingizda, hozirgi men sizga tushuntirgan yo'l bilan, hozirgi men sizga tushuntirgan texnika yordamida haligi ruchnikni tushirib, siz ko'zlagan maqsadga, B nuqtaga yetib olishingizni tilayman do'stlar. Bu uchun bizda hamma resurslar bor. Sizga boyaga men siz keltirgan misol, bu haligi men aytgan mashina, bu Greenway do'stlar. Greenwayda ne'matlar wow! Hammasi muhayyo, hammasi eng yuqori darajada, eng sifatli darajada, eng oldi darajada. Faqat do'stlar, sizning vazifangiz ruchnikni tushirib, boyaga men aytgan ruchnikni-da transformatsiyaga yuz tutib va ne'matlardan maksimum foyda olish. Kelishdik? Shuning uchun Allohdan hech qachon xafa bo'lmang. Agar siz so'rayotgan narsani bermayaptimi, demak bu uni rahmati, demak siz hali tayyor emassiz. Demak hali siz o'zgarmadingiz. Siz o'zgarishga harakat qiling. Men sizga hozir yo'lini aytdim. Yo'lini hozir men sizga tushuntirdim. Harakat qiling. Hozir esa sizga o'sha men aytgan videoni jo'nataman guruhimizga. Haligi hadis haqida yorqin, to'liqroq tushunchani ko'ring. Yana buni o'zingizga xulosa qiling. Keyin o'tiring, bir 15 daqiqa bo'ladimi, yarim soatmi, bunga vaqt ajrating. Haligi savollarni bering o'zingizga va ko'chaga chiqib choping. Taklif, prezentatsiya, mana hozir Buxoroda tadbirga reja qilishyapti, Samarqandda tadbirga reja qilishyapti. Taklifnomalarni sotib, prezentatsiyalar o'tib, kuzatuvlar qilib, xaridlarni qilib, harakatda bardavom bo'ling. Agar bu biznesga doir bo'lsa, agar bu munosabatga yoki sog'lig'ingizga doir bo'lsa, boring vrach bilan maslahatlashing. Agar bu oilangizga doir bo'lsa, boring imom xatib bilanmi yoki bilmayman, o'zi baxtli oila qurgan insonni toping, u bilan maslahat qiling. Va hokazo. Ya'ni sizda qanaqa savol, nima mavzuga doir savol, ana shu savolni o'ylab bo'lganingizdan keyin, savol berganingizdan keyin o'shanga intiling, harakatda doimiy bo'ling. Kelishdik do'stlar? Alhamdulillah.
Alhamdulillahi robbil alamin.